Mana bu masjidimda deyaptilar Rasululloh. Masjidin Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirganimdan ko'ra bir musulmon birodarimni hojati uchun yurishligim men uchun suyukliroqdir. Qarang, bir oy e'tikof o'tirsangiz qancha savobga ega bo'lasiz. Lekin Rasululloh aytibdilar, meni masjidimda e'tikof o'tirgandan ko'ra bir oy bitta odamni xizmatiga, yordamiga, hojatiga chiqib qo'yishlikni payg'ambarimiz menga suyukliroq deyapti. Boshqa hadisda aytadilar: "Va man masha ma akhihi fi hajatin hatta yaqdiha lahu, sabbatallohu qadamayhi yawma tazulul aqdam." Kim bir birodarining ehtiyojini qondirish uchun u bilan birga yursa, qanaqa mukofot bor bunga? Alloh uning qadamlarini, oyoqlar, qadamlar toyilib ketadigan kunda mustahkam qiladi. Qiyomat kunida odamlarning oyoqlari toyilib jahannamga tushib ketadi. Ana shu kunda qadami sobit turadi. Nimani evaziga berilyapti? Jamiyatga foydali bo'lishligingiz.